Maygül elvallı gül. Azam bulap ketdi. Maygül neçe? 50 koydu. Elini afkan bek çırayla. Azarak birine? Azam dağılmaydı. Elip mi ketdi? Bek çırayla. Bo'ldi 50 kiloya. Ve yaxshimsiz. Ama siz yollanmanız ketgan, qapmay qo'rg'onning oldiga chiqib el olamsiz. Ma'qul. Gül elvel Allah. Oyca. Ucu. Oyma yardım qilama. Oycan. Hanım, bir şey olmaganda? Oycan qusqandek og'rib ketdi. Oycan. Shukam doktorxonaga borgan meni. Avaylan ha. Hey taksi! Qani bu telefon qilgan ku. Ha bu mening milim kan ku. Oy bu o'zine ketgandi. Tashlab qo'yib ketadigan ish bormi? Tova, deb achchig'im keldi. Voy. Qanday xizmatchisiz? Ay ma'lum ishda xoliga tashlab qo'yib ketib bo'lamdi ekan. Qanday gap bu? Nimga mas'uliyatsiz siz bir ish bu siz to'lamsangiz, yutib ketsa qamlashmagan. Voy mening nimkorim ular bilan nimkorim. Siz bir jiddiy qutqizish xodimlaringizga qamlashmagan. Ustingizda arz qilmayman men. Voy. Ama ushbu tez yetkazishnomi? Maslanoncha qarang. 123 987 nomerlik mal yetkazgich xodimlarning ustidan arz qilib telefon qildim men. Mening milimni korona oldiga qolgancha tashlab qo'yib, o'zi yo'q chiqsam, u malda ikkasi kimigi bo'ladi. Ichida qimmat bo'lib dorilar batsa, menimcha bu ishni bir taraf qilib bermasanglar vaqtida qat'iy bo'lmaydi jimo. Bundan keyin men sizlarning irdorliklar bilan qat'iy hamkorlashmayman. Vaqtida qilib beringlar. Ha bo'ldi ma'qul, xo'sh. Hajab ochig'im keldi-da. Ne ketgan bu? Vay xanım yaxshimsiz. Qapmay qo'rg'on oldiga chiqamsiz. Ana qo'rg'on oldida. Ha, gapingiz o'z ishtiga qiling. Men oldir aytdim, achamni qisha berma. Qapma xanım bayam Gulchayal qusqa mag'rib ketdi deb nim qilganda egri yoqgan to'qshon doktorxonaga apag'an shu melingizni yetkazib bermay qoldim. Gulchayal demsiz? Ha. Hay acam. Acam, voy, salon chiqdingmi? Yan doktorxonaga kirib qolganmansa, chiroylaring to'tirib ketibdi. Voy, bayna yoq o'zgarib qilib yana. Ma ufkimiz doktorxonaga opirib, akaganti. Men ma biratal gulni berib rahmat aytib qo'yguncha ketib qopti oldirib. Hechkimlar tanishamsizlar, birga gapsizlar-ku? Yo'q, acha tanishmaymiz. Men sana sog'ilgan biotip oliy dinorga akaptikan to'q. Mal yetkazgich emasmi? Shu chiqsam malni qo'rg'on oldiga tashlab qo'yib, ketib qopti, o'zi yo'q. Ochig'imda Kim doktorxonaga apag'ini o'qishmaylam, arz qo'yibdimi acha. Shu apu so'rab ketdi. Voy, beadab meni qilgan ishni. Nimanda satqiliq qildi? Beksat chiqdimi? Ufkam beksatqiliq qilibdi, xapolmanjimi? Kechiringmi, beksat chiqdimi? Qo'yasizmi? Ish o'rningiz bilan ish haqqingizni 500 ko'chib qolamiz deganda, o'rin to'liqlab bergan bilan 500 qo'ying elib, men chiqib sap qo'ying. Ya, unda qilsam bo'lmaydi. Voy, elinga ufkam elinga qilmay. Bo'ldi. Siz arzangizni qaytarib olsangizlar bo'ldi. Oshta qilsam bo'lamda? Ha. Haris, mana siz degan biotipninki oliy dinor yurishdiki homildor ayollar ism bo'larmi? Mana mening ayolim homildor degan. Jigar ketishish, jigar siriqlar qonmish o't chekinganlikdan tomoq qazilmaydigan ahvol bordi. Shuni manfaat qilaman, bo'lsa men ayolim bilan bir epray degandim. Bunun haqiqatan foydasi pek yaxshi. Homildor ayollar aks ta'siri yo'q deb acam birini sog'ilgandir. Shu ufkam unim bek yaxshi ekan deb anglab biz bu saldo'g'andiq. Buni sizga sovuqlay bayatdan qilgan satishimni o'rin to'liqlagan bilaman. Unda o'qasini pulisini evet biray. Buni iptamizning bo'ldi. Ishlatdan bayman. Men acamdan yaqindan bilan salomatlik yaxshi emas deb boshqa sog'ilgandim, atiga keladi. Xatirdan ilib ayolimiz so'qalan. Voy, elinga ufkam bayqi yardımingizga qaytgan so'g'imiz bo'lib qolsin, elinga. Rahmat sizga. Haris bunun satılan telefonu undidar numara bormi? Men tugab qilib qolsa ayolimga yana saldiramay qolmay.
Ha, men deb berayamsa. 133 133 19 19 88 88 82 31. 82 31. Öndüdar bilan telefon nomer o'rtaq kelishmi? Ha, ma'qul. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Ma'qulamiz. Ma'qulamiz avar qilyaptiq. Ma'qul, ma'qul. Bak obdan bola ekan. Raslan, besat ish qildi majmuacha. Alhamdulillah. Chiroyli turibdi. Mana. Qirqdan qancha? Ma'qul.